Assalomu alaykum, hurmatli SNVS kuzatuvchilari. Bugun SNVSda Jizzaxlik Zartur tumanidan kelgan Abdumalik akamiz traktorda issiqqina deydi-ku, zavoddan tandirdan nonda buradan tushirib olgan joyida mana tanlab olib ketyapti, xudo xolasa. Akani ishlarini tezroq bitirib berishga harakat qildik. Abdumalik aka, o'zingizni fikrlaringiz bo'lsa aka. Assalomu alaykum invest kuzatuvchilari. Bu traktorni biz oldik 30% to'lov bilan. Promay Rossiyadan kelgan joyidan traktordan yo'ldan furadan tushirib oldik. Yaxshi. Ishimizni obeddan keyin kechgacha bitirib berdi. Bulardan xursandmiz. Xudo xolasa bular ishlariga omad. Bunaqa texnikalarni zo'r-zo'rlarni xalqimizga yetkazib berishda ular charchamasin. Mana, rahmat. Rahmat aka. Xudo xolasa bundan keyin ham ishlashda davom etamiz. Dehqonchiliklaringizga, ishlaringizga o'zi Alloh o'zi baraka bersin, nasib bo'lsa aka. Bundan ham katta texnikalar minish sizlarga ham hammamizga nasib qilsin. Xudo xolasa hammaga omad tilaymiz. Abdumalik aka, salomat bo'lasiz. Aka, yaxshi yutingizlar. Oq yo'l aka.